Chilonzor tumani 1-Politexnikumi Toshkent shahrining eng gavjum bo'lgan Chilonzor tumani 20-dahasida joylashgan. Bizda xalqaro ta'lim dasturi asosida kompyuter grafikasi va dizayn operatori, elektron texnika asboblarini sozlovchi, elektromonteur, oshpaz, milliy ta'lim dasturi asosida raqamli axborotlarni qayta ishlash ustasi, kompyuter grafikasi va dizayn operatori, elektromonteur, elektron texnika asboblarini sozlovchi, avtomobillarni qayta ishlash va ularga xizmat ko'rsatish, tibbiy texnikani montaj qilish, xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, tikuvchi, maishiy texnika jihozlarini ta'mirlash. Dual ta'lim dasturi asosida avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish, tikuvchi 11-sinf negizida kompyuter injiniring yo'nalishlari bo'yicha o'qitiladi. Bizda nafaqat kasbga o'qitiladi, balki sizning shaxsiy rivojlanishingiz, har tomonlama hayotga tayyor bo'lishingiz uchun katta bir jamoa ahillik bilan harakatda bo'ladi. 2 yillik samarali mehnatdan so'ng diplom beriladi va o'z kasbi bo'yicha korxonalarga yo'naltiriladi. Shuningdek, oliy ta'limga ham hujjat topshirishi hamda tadbirkorlik yoki shaxsiy biznesini rivojlantirishi ham mumkin. Nega aynan biz? Birinchidan, 2 yilda yaxshi kasb egasi bo'lasiz. Ikkinchidan, birinchi kursdanoq korxonalarda amaliyot o'taysiz. Uchinchidan, kasbga oid tanlov va festivallarda ishtirok etasiz. Asosiysi esa kelajagingizga befarq bo'lmagan ustozlar jamoasi siz bilan birga.